O'simliklar karantini va himoyasi agentligi viloyat boshqarmasi hamda uning hududiy bo'limlari tomonidan olib borilgan kuzatuv ishlari tomorqalardagi real holatni aniqlash bilan birga o'sha yerning o'zida muammolarning oldini olish mexanizmini tushuntirishga qaratilmoqda. Navbatdagi profilaktik tadbir Xo'jaobod tumanining chegaraga yaqin Yangi Farg'ona mahallasida o'tkazildi. Chegaraga yaqin hududlarda joylashgan 3 kilometrdagi aholi tomorqalari o'ziga xos strategik nuqtalar sanaladi. Xonadon va xonadon yurilib, tomorqalarda o'simliklarga yopishadigan zararli hasharotlar yoki begona kasalliklar yo'qligiga ishonch hosil qilindi. Chunki ilk bosqichda chora ko'rilmasa, kasallik ichki tarmoqqa tarqalishi mumkin. Biz chegara hududida yashaganimiz uchun karantin xodimlari biz uylarimizga tez-tezda kirib, огородlarni, o'simliklarimizni tekshirib ketishadi. Bugun mana shu xodimlar kelib yana tekshirishdi. Holati yaxshi chiqdi. Bizga yaxshi tavsiyalar berib ketishadi. Shu bilan xotirjam bo'lib yashaymiz. O'simliklar karantini va himoyasiga mas'ul inspektorlar tomorqa yerlari, o'simliklari va gullari, mevali daraxtlargacha lupalar orqali ko'zdan kechirishdi. Sinchkovlik orqali aniqlanadigan eng mayda shubhali belgilar, yaproq ustidagi rang o'zgarishlari, shoxlarning tugunchalaridagi mexanik shikastlar e'tibordan chetda qolmaydi. Lekin tadbir kuzatuv bilangina yakunlanmadi. Inspektorlar aholiga o'z tomorqasini sog'lom saqlash bo'yicha amaliy maslahatlar berishdi. Aynan kasallik va zararkunandalarning ilk bosqichini tanib olish, himoya vositalaridan foydalanishdagi eng oddiy lekin muhim texnologiyalar tushuntirildi. Inspektorlarning ta'kidlashicha, zararli hasharotlar va kasalliklar bilan kurashishda yuzaga chiqqach, harakat qilish ortiqcha kechikish hisoblanadi. Profilaktika eng tejamkor, eng samarali choradir. Mana bugun Do'stlik chegara maskanida 3 kilometr radiusda bo'lgan aholini tomorqasiga nazoratga tushdik. Biz ko'ziga ko'rinmaydigan hasharotlar, ya'ni ulardan avj olishi, shularni boshqa hudud chegara maskanidan kirib qolishini oldini olgan holda biz tekshiruv o'tkazamiz. Bizga platforma berilgan, shu platforma orqali nazoratdan o'tkazamiz har bitta uyni. Bu raqamlashtirishning qulaylik tarafi butun shu respublika bo'yicha aholi tomorqasiga nazoratdan o'tkazilgan degan yashil maydon hosil bo'ladi tekshiruvdan o'tkazilgandan keyin. Xavf guruhlari ham tushiriladi agar qanaqadir zararli organizmlar, misol aytaylik, qanaqadir hasharot aniqlansa, u shu monitoring asosida shu platformaga kiritiladi qizil maydon qilib. Aholiga aynan hozirgi davr yozgi haroratda ko'payuvchi zararli organizmlar faollashadigan vaqtda o'simliklarni muntazam kuzatish, zararsizlantiruvchi oddiy tabiiy vositalardan foydalanish, ishlatilgan bog'dorchilik anjomlarini tozalab turish kabi qator amaliy choralar bo'yicha tavsiyalar berildi. Yangi Farg'ona mahallasida kasallik yoki zararli hasharotlarning xavfli alomatlari aniqlanmadi. Chunki bu yerlar toza hudud maqomini saqlab qolishga qaratilgan oldingi mehnatlarning natijasi. Bunday tadbirlar sohada ilmiy va amaliy asoslangan yondashuvlar hayotga tatbiq etilayotganning isboti. Har bir mahalla faolligi esa umumiy oziq-ovqat barqarorligi degani.